hal qiluvchi joylarda qaror qabul qiladigan bo'ldi. Endi juda 120 ming yevro yillik haligi oylik taklif bo'lganda, oyiga 10 ming yevrodan o'sha payti. Oho, bu 5 yil oldingi gaplar bo'lsa ham, Qaysi bir kuni ishdan kechqurun kelyapman, telefonim jiringlaydi. Telefon qilsam bir nemis haligi sal haligi yo'liq ovozida gapirib tushunmadim. Kimsiz dedim. Yana nimadir dedi, yana qaytarib yuboring dedim. Papenburg degan ovozni eshitdim. shuning uchun Ha, dedim, esimga tushdi, to'g'ri dedim. 80 dan oshgan o'sha amaki, o'sha mashhur odam. mashhur odam o'zi telefon qilgandi. Qo'ya. Men o'zim ham boshida hayratlanganman. Ya'ni shaxsan o'zidan kelgan taklifda tadbirkorlik tanlasam, u yerda garant yo'q. Yaxshi bo'lib ketishiga. Yaxshi bo'lib ketishiga hech qanaqa kafolat yo'q. Qop-qorong'i. Oldis ko'rinmaydi. Lekin Papenburgga kirsangiz, Ish O'zbekistonda oylik juda ham yaxshi. Juda yuqori maoshda rozi bo'lishgan, katta maoshga rozi bo'lishgan va haligi stabil ish. uzoq yillik stabil ish. O'shanda juda ham ikkilanganman. Buni tanlasammi, buni tanlasammi deb. Ko'pchilik lekin menga maslahat berganda Papenburg tanlashni maslahat bergan. endi komfort zonada. Aniq. Ha, endi ichki his bo'lsa, mana bu yurakdan chiqayotgan narsa bo'lsa, firma ochishni nima qilganman. Chunki xuddi menga o'xshagan bo'lganda bu Papenburg taklifidan oldin men niyat qilganman-da. Men aytganman, bo'ldi, men shu sohani tanlayman. Shu sohani eng zo'ri bo'lishga harakat qilaman, o'zimni rivojlantiraman va haligi bir o'zbekistonliklarning orasida ham shu sohada ishlaydigan bir odam bo'laman, mutaxassis bo'lishga o'zim so'z berganman-da. Yaxshiligi ham, yomonligi ham mayli, hammasi shundan bo'lsin degandaqa nima qilganman. Ya'ni o'zimni kunimni endi o'zim ko'ray, ham mustaqil bo'lay.